qancha kutdim. Menga o'xshagan nervni onalar ekranga qarab o'tiringlar. Men yoshligimda slime qilganimda unaqa o'xshamagan qizlar butun boshli shampu, zubnoy pasta, dodamni bunaqa soqol oladiganlar hammasini oday tamom qilganman va nihoyat 28 yoshga to'lganimda slime qilish retseptini o'rgandim. Hozir men sizlarga retseptini o'rgataman. Slime uchun bizga kerak bo'ladi kley, chaqaloqlarni ichi qotganda kerak bo'ladigan glitserin, borniy kislota. Agar borniy kislota topa olmasangiz, ko'zga linza taqadigan suv ham bo'ladi. Hozir endi boshlaymiz. 500 gram suvimizga bitta borniy kislotani sovuraman, bitta qoshiq glitserin sovuraman. Endi buni aralashtiraman. Aktivator tayyor. Kleygimizni ag'daraman. Endi kleyga aktivator solaman. Mana aralashtiramiz. Qizlar, texnik nosozlik. Suvda solish esdan chiqib suvimga. Endi qaranglar nima qilaman qizlar, bu ham bitta orzuim. Qaranglar. Mazza. Hurmatli, menga o'xshagan nervli psix yoshligida orzusi amalga oshmagan insonlar o'xshadi. Endi videodagi qarab termalab o'tirmaymiz mana. Mazza. Nervli onajonlar, endi asmir qilamiz. Agar sizga slime tayyorlagan videom yoqqan bo'lsa, like bosib qo'ying. Keyin baribir bundan da kerak emas videolar chiqarishda davom etaman. Qani olg'a!